Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Ves salatu ves selamu ala Rasulina ve Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, qadrdon O'zbekiston xalqi. Mana Alloh taologa beadad va behisob shukrlar aytamizki, 30 kun bir oy Ramazoni Sharif ro'zasini qo'ldan kelgancha tutgan bo'lib, mana muborak hayit kuniga ham yetib keldik. Barchalaringizni O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi rahbariyati nomidan, o'zimning nomimdan barchalaringizni samimiy muborakbod etaman. Bu ro'za oyi, ro'za hayiti islom tarixida, islom ta'limotida juda ham ahamiyatli. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladiki: "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya'ni ey iymon keltirgan musulmon mo'minlar deydi Alloh taolo, sizlarga Ramazon ro'zasini tutishlikni farz qildim. Chunonchi sizlardan oldingi payg'ambarlarni ummatlariga ham farz qilgan edim ro'za tutishni deydi. Sababini ikkita so'z bilan bayon qilyapti. La'allakum tattaqun. Ya'ni mana shu bir oy mobaynida ochlik, tashnalikni bir o'zlaringda sinab ko'rib, shu Alloh taologa, mana shu to'qchilikka, Alloh taoloning berayotgan, yetkazib berayotgan rizq ro'ziga shukr qilarmikin sizlar? Mana bunday ochliklar bor-ku, mana Alloh taolo bizlarga, yurtimizga shunday bir o'zining ne'matlarini ato etib qo'yibdiki, to'qchilikda yashayapmiz. Hech qanday bir tarixda ko'p ochliklar bo'lgan. Bizning xalqimiz ham boshidan bu mustaqillikdan oldingi davrlarda ko'p qiyin kunlarni ham boshlaridan kechirgan. Shuning uchun bu Qur'oni Karimda ham Alloh taolo aytayaptiki: "La'allakum tattaqun." Toyinki mana shu bir oyda riyozat bilan ochlik, tashnalikni bir o'zlaringda sinab ko'rib, Alloh taolo bizga o'zini rizq ro'zlarini yetkazib turgan ekan. Buni shukrini qilsak bo'lar ekan, buni qadriga yetsak bo'lar ekan degan xulosaga kelishimiz uchun Alloh taolo bir oy ro'zani farz qilgan. Alloh subhanahu va taologa yana beadad shukrlar aytamizki, yurtimizda kundan kunga, mana shu mustaqillikdan keyin kundan kunga shu oldingi xalqimizni yo'qotgan qadriyatlari, ma'naviyatlari qayta tiklanmoqda. Mana shu O'zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazini tashkil etilishligi mana hozir qurib bitkazilib, shu yil ishga tushadi. Buni oldiga qo'ygan vazifalarni agar aytadigan bo'lsak, xalqimizning eng orzu qilgan orzu umidlarini ro'yobga chiqishiga yordam beradi. Qaysi ma'noda? Ma'naviyatda, din va diyonatda, xalqimizni madaniyatida, mana shu narsalarda, mana shu joy shunday bir markaz bo'ladiki, bu yerga buyuk ajdodlarimizni bizlarga qoldirgan, yozib ketgan bebaho asarlari to'planyapti, bular o'rganiladi, ularni endi xalqimizga tarjima qilib yetkazamiz. Bu yerda juda yetuk olim ulamolar ishlaydilar. Buyuk ajdodlarimizdan bizga yetib kelgan va xorijlarga chiqib ketganlarini ham nusxalarini olib kelib, shu yerda ularni tahqiq qilib, o'rganib, ularni tarjima qilib xalqimizga, nafaqat xalqimizga, butun dunyoga yetkazishlikni bu yerda rejalashtirilgan. Shuning uchun so'zimni yakunlar ekanman. Yana bir bor butun xalqimizni hammalarini mana shu islom sivilizatsiyasi markazi rahbariyati nomidan butun xalqimizni mana shu muborakbod etamanki, bular mana shu kundan kunga yashnab taraqqiy etib borayotgan davlatimizda, mamlakatimizda yashayotganliklarini his etsinlar va Alloh taologa
o'zlarini hamdu sanolarini, shukronalarini ado etib tursinlar uchun biz mana shu narsalarni Alloh taolodan so'rab qolamiz. Yana shuni ta'kidlab qo'yish kerakki, bu Ramazon hayiti mana shu islom dinidagi ikkita hayitdan, Qurbon hayiti bilan Ramazon hayiti musulmonlar uchun, butun dunyo musulmonlari uchun juda katta bayram. Alloh taologa shukronalar aytadigan kun. Alloh taologa mana shu avvalo iymon nuri bilan bizlarni muzayyan qilgani uchun mana shu muqaddas islom dinida yashab ham farzandu zurriyotlarimizni ham, xalqimizni ham islom ta'limoti bilan ta'minlab kelayotganligimiz uchun Alloh taologa shukronalar aytishimiz kerak. Shuning uchun Ramazon hayiti bilan yana bir bor barchalaringizni muborakbod etaman. Ilohim kelasi yillarda ham kundan kunga rivojlanib borayotgan mamlakatimizni barcha imkoniyatlaridan istifoda qilib, bahra olib, xalqimiz yashnab borishlarini Alloh taolodan tilab qolaman. Vassalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.